Mana hammasi nimalarga olib keldi. Qanday qilib vatanni pastkash jinoyatchilar to'dasi qo'lga kiritdi? Ichimda bu fojia uchun javobgar bo'lganlarga nisbatan nafrat o'sib bormoqda. Bu yuqoridagi so'zlar Adolf Gitlerga tegishli. Bu yerda tilga olingan fojia Birinchi jahon urushida Germaniyaning taslim bo'lishi. Pastkash jinoyatchilar esa Germaniyaning taslim bo'lishi va mag'lubiyatini so'zsiz qabul qilgan siyosatchilardir. Birinchi jahon urushi paytida nemislar nafaqat frontda, balki front ortida ham qiyinchiliklarni boshdan kechirishdi. Ochlik va yoqilg'i tanqisligi, bundan tashqari 1918-yilda millionlab odamlarning umriga zomin bo'lgan ispan grippi epidemiyasining oqibatlari nemislarda juda katta norozilik uyg'otdi. Inflyatsiya va iqtisodiy turg'unlik odamlarni toshbag'ir qilib qo'ydi. Ikki frontda jang qilgan Germaniya mag'lubiyatga uchradi. Aynan shu voqea va hodisalar bugungi hikoyamiz. Ya'ni natsist Germaniyasi bo'lgan 3-Reyx qanday paydo bo'lganini ilk sabablari edi. Birinchi jahon urushining so'ngida 1918-yilning oktyabrida Kildagi nemis dengizchilari harbiy buyruqlarni bajarishdan va Britaniya floti bilan jang qilishdan bosh tortadilar. Ular qarshilik ko'rsatishni ma'nosiz va o'z joniga qasd qilish bilan teng deb hisoblardilar. Tez orada inqilob butun Germaniyaga yoyiladi. Bavariyaliklar hatto Sovet namunasidagi sotsialistik respublikani e'lon qilishgacha boradilar. Sarosimaga tushgan Kayzer Vilhelm II 1918-yil 9-noyabrda Germaniya taxtidan voz kechadi. Shunday qilib, Germaniya tarixida 2-Reyx deb nomlangan tuzilma barham topadi. Kayzer taxtdan voz kechgach, siyosatchi Friedrich Ebert Germaniyani respublika deb e'lon qilib, muvaqqat hukumat tuzadi va 1918-yil 11-noyabrda Birinchi jahon urushiga chek qo'ygan o'sha mashhur sulh bitimini imzolaydi. Biroq mamlakatda tartibsizliklar tinchimaydi. 1919-yil yanvarda Germaniya Kommunistik partiyasi Berlinda qo'zg'olon ko'taradi. Harakat rahbari Roza Lyuksemburg qo'zg'olonga qarshi chiqib, kommunizm davri hali kelmagani haqida gapiradi. Ammo so'lkuchlarning g'azabini to'xtata olmaydi. Reys kansler Ebert o'ng radikal fraykorlarni, ya'ni ko'ngilli harbiylashtirilgan tuzilmalarni yordamga chaqiradi. Shafqatsiz ko'cha janglari 3 kun davom etadi va fraykorlar, ya'ni millatchi askarlar to'dasi qo'zg'olonni dastlabki bosqichidayoq bostirib tashlaydi. Roza Lyuksemburg sud va tergovsiz qamoqqa olinadi va o'ldiriladi. Shu yerda yana bir narsaga to'xtalib o'tishim kerak. Juda ko'plab o'zbek tarixiy publiklarida Roza Lyuksemburg va Klara Tsetkinlarni qandaydir fohisha va iflos ayollar sifatida ko'p tilga olishadi. Lekin ular aslida Germaniyadagi eng ko'zga ko'ringan so'l siyosatchilar va siyosiy aktivistlar. Do'stlar, agar biz 3-Reyxda qanday yuqori texnologiyalar yaratilgan deb savol qo'yadigan bo'lsak, albatta javob qidirish jarayonida urushga kerak bo'ladigan qurollar va texnologiyalarni topamiz. Masalan, dunyodagi ilk reaktiv qiruvchi samolyoti Messerschmitt 262, dunyodagi birinchi uzoq masofali boshqariladigan raketa Fao-2, xabarlarni kodlovchi Enigma kriptomashinasi, AK-47 va M6 avtomatlarining konsepsiyasiga asos bo'lgan dunyodagi birinchi shturm vintovkasi bo'lgan SDG-44 va shunga o'xshash texnikalar. Ammo bugun tinchlik va ilm uchun ishlatsa bo'ladigan texnikalar tavsiya qilmoqchiman. Siz Asahi.uz saytini eng sara kitoblar manbasi sifatida yaxshi bilasiz. Lekin ular texnika tanlashda ham xuddi shunday sifatga e'tibor berishadi. Bozordagi har qanday narsani emas, aynan sifatli, kafolatli va aqlli insonlarga mos gadjetlarni taklif qilishadi. Smartfon olasizmi yoki notebook, Asahida eng sifatlilarini topasiz. Men ko'rsatuvlardagi tarixiy faktlarni o'rganish uchun o'nlab kitoblar titkilayman. Lekin bu ma'lumotlarni sizga yetkazish, montaj va tahlil qilish uchun menga kuchli texnikalar kerak bo'ladi. Asahida nafaqat aqlingizni charxlovchi kitoblar, balki ishingizni hal qiluvchi eng so'nggi gadjetlar ham bor. Shaxsan o'zim video montajlar uchun ishlatadigan mana bu notebook, audio kitob tinglashda ishlatadigan quloqchin va shu videoni suratga olayotgan telefonni Asahi.uzdan sotib olganman. Asahida nafaqat aqlingizni charxlovchi kitoblar, balki yuqorida aytib o'tganimdek, ishingizni hal qiluvchi eng so'nggi gadjetlar ham bor. Pastda qoldirilgan havolalar orqali o'tib ko'rishingiz va sotib olishingiz mumkin.
Va eng muhimi, Alimov 25 promokodi bilan esa smartfon, planshet va noutbuklarga 100 ming so'mlik chegirmani qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan chiqarmang. Biz esa hikoyamizga qaytamiz. 1919-yil 28-iyunda Germaniya vakillari istab-istamay Versal saroyining oynavand zalida tinchlik shartnomasini imzoladilar. Fransiya, Italiya, AQSh va Buyuk Britaniya rahbarligidagi 32 davlat tomonidan Germaniyaga keyingi muzokaralarda ishtirok etishga ruxsat berilmaydi, chunki Germaniyaga qo'yilgan shartlarga e'tiroz bildirish uchun hattoki yetarli siyosiy va harbiy kuchga ham ega emasdi. Ushbu shartnoma shartlari qat'iy bo'lib muhokama qilinmasdi. Natijada Germaniya o'z hududining 13% yo'qotadi. Bu esa nemis xalqining 12% endi boshqa davlatlarda yashashini anglatardi. Germaniya mustamlakalari ham boshqa davlatlar o'rtasida qayta taqsimlanadi. Germaniyaga tegishli bo'lgan va Fransiya bilan chegaradosh Reyn viloyatini ham ittifoqchilar nazoratiga topshirishga majbur bo'ladi. Kichik, ammo sanoatlashgan va shu bois muhim hisoblangan Saar mintaqasi 15 yilga Buyuk Britaniya va Fransiya boshqaruviga o'tkaziladi. Saarda qazib olingan ko'mir endi urush paytida Germaniya tomonidan vayron etilgan fransuz ko'mir konlari evaziga tovon sifatida eksport qilinadigan bo'ladi. 15 yildan so'ng Saarning kelajagini referendum orqali hal qilish belgilanadi. G'arbiy Prussiyaning katta qismi Polshaga beriladi. Ushbu shartnomaning bandlariga ko'ra Germaniya faqat shartli armiya va flotga ega bo'ladi. Ularning soni mos ravishda 100 ming va 15 ming kishigacha qisqartiriladi. Germaniyaga harbiy havo kuchlari va tanklarga ega bo'lish taqiqlanadi. Qurol-yarog' ishlab chiqarish yoki import qilish qat'iyan man etiladi. Bu tinchlik shartnomasi hech kimni qoniqtirmaydi. U nemis xalqini g'azablantiradi. O'sha davrda Fransiyaning yangi saylangan prezidenti Ferdinand Foch go'yo keyingi voqealarni oldindan ko'rgandek, bu tinchlik shartnomasi emas, bu shunchaki 20 yillik vaqtinchalik sulh degan edi. O'sha davrda Germaniyada ko'plab mayda siyosiy partiyalar faoliyat yuritardi. Ular orasida 19-yilda 35 yoshli myunxenlik chilangar Anton Drexler tomonidan tashkil etilgan Nemis ishchilar partiyasi ham bor edi. Bu o'ng radikal partiya bo'lib, asosan o'z safiga ishchilarni jalb qilardi va uning safida atigi 50 ta a'zo bor edi. DAP deb qisqartma nom bilan ataladigan ushbu partiya xalqda nisbatan yirik partiya ekani haqida taassurot uyg'otish uchun a'zolik guvohnomalariga 500-raqamdan boshlab tartib berardi. 1919-yil sentyabrda aynan shu partiyaning yig'ilishiga harbiylar Adolf Gitlerni siyosiy yo'riqchi sifatida yuboradilar. Gitler DAP a'zolarini kuzatishi va nutq so'zlashi kerak edi. Pivoxonada atigi 20 tacha odam to'plangan bo'lsa-da, Gitlerning nutqi Drexlerning shunchalik hayratga soladiki, u notiqqa partiyaga a'zo bo'lishni taklif qiladi. 555-raqamli a'zolik guvohnomasini olgan Gitler unga shunchaki Gitler deb imzo chekadi. Bu haqida Adolf Gitler haqidagi eski sonlarimizdan birida ham batafsil to'xtalganmiz. Gitlerning notiqlik iste'dodi va insonlarni boshqarish qobiliyati aniq ko'rinib turardi. Tez orada u Drexlerni partiyadan siqib chiqarib, DAPning rahbariga aylanadi. Endigina oyoqqa turgan natsistlar partiyasining yangi rahbari Gitler keyingi 20 yil davomida unga sodiq xizmat qiladigan German Gering va Rudolf Hess bilan, shuningdek, ashaddiy millatchi sobiq ofitser va Freikorps a'zosi Ernst Röhm bilan tanishadi. 1920-yil fevral oyida partiya 25 banddan iborat manifest e'lon qiladi. Unda natsistlar barcha nemis hududlarini Buyuk Germaniyaga birlashtirishni talab qiladilar va nemis xalqi o'sishi uchun hayotiy makonni kengaytirishga chaqiradilar. Bu makon sharqda slavyan xalqlari hisobiga qo'lga kiritilishi kerak edi. Partiya ularni shunchaki haydab chiqarish kerakligini ta'kidlaydi. Manifest Versal tinchlik shartnomasini rad etadi. Germaniya yana o'z g'ururini tiklashi va 1919-yilgi shartnomani qabul qilgan xoinlardan millatni tozalashi zarurligini ilgari suradi. Gitler yangi Germaniyaning 1000 yil yashashi mo'ljallangan Reyxining yetakchisiga aylanadi. Gitler o'zi nafratlanadigan Weimar Respublikasi hukumatini ag'darishga ahd qiladi. 1923-yil 8-noyabr kuni kechqurun Gitler boshchiligidagi 600 kishilik hujum guruhi Myunxendagi pivoxonada to'planadi. 34 yoshli Gitler to'pponchasidan shiftga 2 marta o'q uzib, o'zini Germaniya hukumatining yangi rahbari deb e'lon qiladi va milliy inqilob boshlandi deya jar soladi. Ayni paytda Ernst Röhm harbiy vazirligini egallab oladi. Gitler armiya va Bavariya politsiyasi qo'llab-quvvatlashiga umid bog'lab Berlinga yurish qilishni rejalashtiradi.
Biroq uning umidlari puchga chiqadi. Ertasi kuni Gitler 300 ta natsistni Myunxen ko'chalarida Rem bilan uchrashuvga boshlab borayotganda politsiya ularni yo'lini to'sadi. Natsistlar bo'ysunishdan bosh tortadi, politsiya esa o't ochadi. 16 nafar natsist halok bo'ladi, yana ko'pchiligi yaralanadi. Gitler hibsga olinadi. Myunxen fitnasi barbod bo'ladi, biroq Gitler bundan muhim saboq oladi. U hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallab bo'lmasligini, uni qonuniy yo'l, saylovlar orqali qo'lga kiritish lozimligini anglab yetadi. Shundan keyin Gitler davlatga xiyonat qilishda ayblanib sudlanadi. Uni o'lim jazosiga hukm qilishlari ham mumkin edi, biroq sudlanuvchi 5 yillik qamoq jazosi bilan qutuladi. U qamoqda 9 oydan kamroq o'tiradi. Ko'pincha tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilish haqida o'ylanar ekan. Gitler vaqtni bekor o'tkazmaydi. Qamoqxonada u Rudolf Gessga mafkuraviy tarjimai holini Mein Kampf, ya'ni Mening kurashim nomli demagogik asarini aytib yozdiradi. Gitler uni boshida yolg'on, ahmoqlik va qo'rqoqlikka qarshi 4,5 yillik kurash deb nomlagan edi. Yangi nomni esa unga kitob noshiri taklif qilgan. Xullas, shu kitob haqida ham biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Tarmoqda bu kitobni o'ta bir kuchli kitob deb qaraydiganlar juda ham ko'p. Albatta, bunday fikrlovchilar kitobni o'qib ko'rishganiga ham katta shubham bor. Mein Kampfning asosiy qismida irq tushunchasi va boshqa irqlar bilan aralashmagan sof qonli oriylarga bo'lgan ehtiyoj muhokama qilinadi. Kitobga ko'ra, oriy irqi, ya'ni bu nemislar, bu eng oliy irqlardan bo'lib, uni madaniyat tashuvchi nemislar tashkil etadi. Mein Kampf bu faqat avtobiografik matn emas, balki irqiy millatchilik, rasizm, ultranasionalizm, antisemitizm va totalitar ideologiyani nazariy jihatdan asoslashga urinishdir. Asar ilmiy yoki falsafiy qiymatga ega emas, aksincha psevdoilmiy va demagogik g'oyalarga to'la. Gitler tarixiy jarayonlarni reduksionizm orqali tushuntiradi. Germaniyani Birinchi jahon urushidagi mag'lubiyatini murakkab geosiyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan emas, balki ichki dushmanlar, asosan yahudiylar, sotsial demokratlar bilan bog'laydi. Ya'ni masonlar aybdor hammasiga, falonchi aybdor, biz aybdor emasmiz, bizdan boshqa hamma aybdor degan konspirologiyaga xos bo'lib, tarixiy tahlil mezonlariga umuman javob bermaydi. Asardagi ijtimoiy darvinizm g'oyalari, ya'ni kuchli irqlar zaiflarni yo'q qiladi degan tezis 19-asr oxiridayoq ilmiy jihatdan rad etilgan. Ammo Gitler bu nazariyani siyosiy qurolga aylantirib, uni genotsid siyosatini oqlash vositasi sifatida ishlatadi. Mein Kampfda demokratiya zaiflik, parlamentarizm esa millatni yemiruvchi tizim sifatida tasvirlanadi. Bu esa ochiq-oydin antidemokratik va avtoritar davlat modelini targ'ib qilishdir. Keyinchalik bu g'oyalar natsist Germaniyasida yakka hokimlik, senzura, repressiyalar va konslagerlar tizimiga olib kelgan. Dastlab Mein Kampf yaxshi sotilmaydi, biroq 1939-yilga kelib Gitlerning Germaniya yo'lboshi sifatidagi mavqei mustahkamlanganda, ushbu kitob Germaniyada ko'p sotilish bo'yicha Injildan tashqari barcha kitoblarni ortda qoldiradi. Hattoki yangi uylangan yoshlar ham bir-biriga Mein Kampf sovg'a qilishi majbur edi. Versal tinchlik shartnomasiga ko'ra, mamlakatga yuklatilgan reparatsiyalarni o'z vaqtida to'lash uchun Weimar hukumati barcha choralarni ko'radi. Ittifoqchi davlatlar vaziyatga turlicha yondashadi. AQSh izolyasionizm yo'lini tutib, Yevropadagi voqealarga deyarli e'tibor qaratmaydi. Italiyada hokimiyat tepasiga fashistlar keladi. Inglizlar Versal sulh shartlarini haddan tashqari og'ir deb hisoblab, Germaniya bilan munosabatlarni yaxshilashga intiladilar va reparatsiyalarni kamaytirishni qo'llab-quvvatlaydilar. Ularning fikricha, Germaniya iqtisodiyotiga yordam berish pirovardida butun Yevropaga naft keltirardi. Faqat fransuzlargina Germaniyaning shartnoma shartlarini to'liq bajarishini talab qiladilar. Chunki 1870-yilda Bismarck tomonidan fransuzlar yeb qo'ygan yeri borda, Elzas bilan Lotaringiyani olib qo'yib qattiq kurashgan fransuzlarga qarshi nemislar. 1923-yilda Rur viloyat sanoatchilari Fransiyaga nemis ko'mirini yetkazib berishni to'xtatadilar. Shartnoma shartlari buzilganidan g'azablangan Fransiya va Belgiya hukumatlari Rurga qo'shin yuborishadi. Okkupatsiyadan chuqur xafa bo'lgan Rur ishchilari fransuzlarga ishlashdan bosh tortgach, Fransiya hukumati mintaqaga o'z ishchi kuchini olib keladi. Rur okkupatsiyasi Germaniya iqtisodiyotida tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Bu voqeadan so'ng yuqori ishsizlik va giperinflyatsiya davri boshlanadi. Inflyatsiya yillar davomida to'plangan jamg'armalarni bir kechada qadrsizlantiradi. 1921-yilda $1 1 markaga teng edi. 2 yildan so'ng esa xuddi shu dollarga aql bovar qilmaydigan 4 trillion marka berilardi. 1924-yildan boshlab Germaniya nisbiy ravnaq davriga kiradi. Amerika kreditlari va investitsiyalari inflyatsiyani jilovlab, uni maqbul darajaga tushiradi.
ishsizlar soni ham kamayadi. Myunxen fitna harakati barbod bo'lgach, Gitler haqidagi gap-so'zlar butun Germaniya bo'ylab tarqaladi. Biroq nisbiy iqtisodiy barqarorlik davrida natsistlar siyosiy maydondan chetda qolib, hatto Gitler ozod qilingandan keyin ham saylovchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan. 1920-yillar davomida ular kamdan kam hollarda 3% dan ortiq ovoz to'play olishardi xolos. Germaniyaning siyosiy manzarasi Amerikada boshlangan Buyuk depressiyadan keyin yana o'zgaradi. 1929-yil oktyabrda Wall Streetdagi inqirozdan so'ng AQSh Germaniyaga bergan kreditlarni qaytarishni talab qila boshlaydi. Barqarorlik davri kutilmaganda tugaydi. Ishsizlik tez sur'atlar bilan o'sadi. Faqat 1930-yil yanvar oyining o'zida ishsizlar soni 1,5 milliondan 2,5 millionga ko'payadi. 1931-yilga kelib 4 million nemis ishsiz edi. 1933-yilga kelib esa ishsizlar soni 6 millionga yetadi. Vaziyatni nazorat ostida saqlab qolish uchun Weimar Respublikasi hukumati deflyatsiya choralarini ko'radi. Ish haqlari qisqaradi, ishsizlar soni yanada ortadi, tadbirkorlar sinib, banklar yopiladi. Weimar hukumati o'z xalqini yolg'on va'dalarga ishontiradi. Mamlakat iqtisodiyoti vayronaga aylangan, yaxshi kelajakka umidlar puchga chiqqan, Versal shartnomasi bilan tahrirlangan nemislar, kommunistlar va yahudiylardan qo'rqar edi. Odamlar esa muqobil yo'l izlab, uni Adolf Gitler va natsistlar partiyasidan topadilar. Ishsizlik ko'payishi bilan NSDAP saflariga qo'shiluvchilar soni ham ortib boraveradi. 1929-yilda partiya 120 ming a'zoga ega bo'lgan bo'lsa, 1930-yilga kelib bu raqam milliondan oshib ketadi. 32-yilga kelib Germaniyada natsistlar jiddiy siyosiy kuchga aylanadi. 1932-yil iyulda Reichstagga bo'lib o'tgan saylovlarda saylovchilarning deyarli 40% Gitler partiyasiga ovoz beradi va NSDAP Germaniyaning eng qudratli partiyasiga aylanadi. 4 oydan so'ng natsistlarning obro'si biroz pasaygan bo'lsa-da, Weimar konstitutsiyasiga ko'ra Gitlerni Reichskansler etib tayinlash uchun saylovchilarni qo'llab-quvvatlashi hali ham yetarli edi. Biroq Weimar Respublikasining prezidenti 84 yoshli Paul von Hindenburg sobiq Yefreytorga hokimiyatni topshirishga shoshilmasdi. Hindenburg Birinchi jahon urushi qahramonlaridan biri, Germaniyaning prezidenti va juda ham kuchli siyosatchi sifatida ko'rilardi. Gitlerni kansler qilib tayinlaymi? Men uni pochta boshqarmasi boshlig'i qilib qo'ya qolay. Suratim tushirilgan markalarni yalayversin degan edi Paul von Hindenburg Gitlerni kansler qilish haqidagi takliflarga. Lekin Hindenburg kansler Franz von Pappenni iste'foga chiqarib, o'rniga Kurt von Schleicherni tayinladi. Pappen esa Gitler bilan hamkorlik qilishga qaror qiladi. Prezidentga tobora mashhurlashayotgan Gitlerni jilovlash kerakligini, buning uchun uni pivoxona va maydonlarda nutq qilishdan qaytarish, o'rniga vazirlar kengashida ishlashga majbur qilish kerakligini aytadilar. Hindenburg istamay rozi bo'ladi. Shunday qilib 1933-yil 30-yanvarda Gitler koalitsion hukumat kansleri etib tayinlanadi. U 1923-yildan beri intilgan maqsadiga erishadi va qonuniy yo'l bilan hokimiyatni qo'lga kiritadi. 30-yanvar kechqurun Gitler o'z idorasi derazasidan tashqariga qaraydi. Maydonda minglab natsistlar yoniq mashalalar ko'tarib turardi. Bu ularning g'alabasi va umumxalq tantanasi kuni edi. Natsizm davri boshlanib, uning tarafdorlari nishonlaydigan voqea yuz bergandi. Gitler kansler etib tayinlangandan 1 oy o'tar-o'tmas Reichstagda yong'in sodir bo'ladi. O't qo'yuvchi sifatida 24 yoshli gollandiyalik ishsiz sobiq kommunist Marinus van der Lubbe aybdor deb topiladi. Biroq parlament binosiga natsistlarning o'zlari o't qo'ygan degan mishmishlar ham tarqaladi. Qanday bo'lmasin, Gitler Reichstagga o't qo'yilishini yuqoridan kelgan ishora deb biladi va bunda kommunistlarni ayblab, voqeani o'z siyosiy manfaatiga moslab oladi. Natsistlarning siyosiy raqiblari qo'lga olinadi, do'pposlanadi va qamoqqa tashlanadi. Aql hushini yo'qotayotgan Hindenburg Gitlerning barcha siyosiy va fuqarolik erkinliklarini cheklashi, xalq va davlatni himoya qilish uchun vaqtinchalik chora sifatida degan yolg'onlarga ishonadi va shunday farmonlarga qo'l qo'yadi. Bu vaqtinchalik chora esa doimiyga aylanadi. Van der Lubbe esa 1 yildan so'ng qatl etiladi. Mart oyida so'nggi parlament saylovlari o'tkaziladi. Targ'ibotchilar faqatgina Gitler Germaniyani kommunistlardan qutqara olishini ta'kidlashardi. Shturmchilar esa zo'ravonlik va tahdidlar bilan boshqa siyosiy partiyalarning ovozini bo'g'adi. Natsistlar 44% ovoz to'playdi. Ular Reichstagda parlament ko'pchiligini qo'lga kirita olmaydilar. Ammo bu kelajakdagi har qanday qarshilikni sindirish uchun yetarli bo'ladi.
Reyskansler lavozimini keyingi saylovlargacha, ya'ni 4 yil davomida egallab turish mumkin edi. Gitler esa nemis xalqining muammolarini hal qilish uchun ko'proq vaqt so'raydi. U o'ziga favqulodda vakolatlar beradigan qonunni taklif qiladi. Bu qonun kanslerga vaqt beribgina qolmay, bundan buyon konstitutsiya va saylovlarsiz ish yuritishga imkon yaratadi. Ya'ni butun o'sha hokimiyat bitta odamning qo'lida to'planadi. Konstitutsiyaga ko'ra bu qonun deputatlarning 3 dan 2 qismi ovoz bersagina qabul qilinishi mumkin edi. Potensial muxolifat qo'rquvga tushib, tahdidlardan cho'chigani bois jim turardi. Faqat sotsial-demokratlargina qarshi ovoz berishga jur'at etadilar va natijada qonun 84 ta qarshi va 441 ta yoqlangan ovoz bilan qabul qilinadi. Endi Gitler na saylovlarga, na konstitutsiyaga bog'liq edi. Reichstag aslida o'z vakolatlarini bekor qilish uchun ovoz bergandi. Bir necha haftadan so'ng hukumatni tanqid qilganlar uchun rasmiy jazo joriy etiladi va yangi maxfiy politsiya Gestapo tashkil topadi. Gestapo darhol ishonchsiz elementlarni hibsga olishga kirishadi. Deyarli shu paytning o'zida rejim dushmanlarini joylashtirish uchun birinchi qamoqxona bo'lgan Myunchendagi Dachau konslageri ochiladi. Kasaba uyushmalari taqiqlanadi. Ommaviy axborot vositalari senzuradan o'tkaziladi. NSDAPdan tashqari barcha siyosiy partiyalar qonundan tashqari deb e'lon qilinadi. Germaniya bir partiyali davlatga, Gitler esa mutlaq diktatorga aylanadi. 1933-yil martdan favqulodda vakolatlar to'g'risidagi qonun qabul qilinishi bilan natsistlar yahudiylarga qarshi 400 dan ortiq choralarning birinchisini amalga oshiradilar. Endi yahudiylarga o'qituvchilik qilish, universitetda tahsil olish, davlat xizmatida va ommaviy axborot vositalarida ishlash, armiyada xizmat qilish, tadbirkorlik bilan shug'ullanish man etiladi. Yahudiy mualliflarning, jumladan Karl Marx va Sigmund Freudning kitoblari ham taqiqlanadi. Gitlerning hokimiyati deyarli mutlaq darajaga yetadi, biroq u esa hujumchilarning radikal harakatlaridan tashvishlanardi. Albatta, hokimiyatga kelishdan oldin Gitler radikallarni rag'batlantirgan. Endi bu elementlar nemislarning qalbini zabt etish va xalqaro jamoatchilikni o'z tomoniga og'dirish yo'lida Gitlerga xalaqit qilardi. Rem boshchiligidagi hujumchilar Gitlerni hokimiyat tepasiga olib kelganlari uchun o'zlarini munosib taqdirlanmagan deb hisoblardilar. SA vakillari Rem rahbarligidagi ikkinchi inqilob haqida gapira boshlaydilar. Bu gaplar Gitlerni qo'llab-quvvatlagan boy sanoatchilar va tadbirkorlarni qattiq tashvishga solardi. Bundan tashqari Ernst Röhm SA va armiyani o'z qo'mondonligi ostida birlashtirmoqchi edi. Bu esa o'z navbatida harbiylar va bosh qo'mondon Werner von Blombergni xavotirga soladi. 1934-yil aprelda Gitler va Blomberg maxfiy shartnoma tuzadilar. Gitler Blomberg va uning shtabiga armiya ustidan to'liq nazoratni va'da qiladi. Blomberg esa buning evaziga Gitler prezidentlik lavozimiga da'vogar bo'lganida armiyaning qo'llab-quvvatlashini kafolatlaydi. SS rahbari Himmler va Gering ham Ernst Röhmdan xavotirda edilar. Ular Röhmning Gitlerni ag'darib tashlamoqchi ekanligiga dalillar to'qib chiqarishadi. Gitler 1934-yil 30-iyundan 1-iyulga o'tar kechasi hujum qiladi. Keyinchalik bu voqealar tarixda uzun pichoqlar tuni deb nom oladi. SSlar Bad Visey qishlog'idagi mehmonxonaga bostirib kirishadi. U yerda esa askarlari to'planishgandi. Ko'p o'tmay barcha shturmchilar, jumladan o'zini o'ldirish taklifini rad etgan Röhm ham qatl etiladi. Gitler bu imkoniyatdan foydalanib, o'zi yoqtirmaydigan va o'tmishda yo'liga g'ov bo'lganlarning barchasini, shu jumladan Weimar Respublikasining so'nggi reyxkansleri Kurt von Schleicherni, partiyada unga raqobatchi bo'lganlarni ham yo'q qiladi. Uzun pichoqlar tuni 200 dan ortiq kishining hayotiga zomin bo'ladi. Raqibidan qutulgan harbiylar yengil nafas olib, Gitlerning ittifoqchilariga aylanadilar. Tarixdagi har qanday revolyutsiya, har qanday inqilobdan keyin o'sha inqilobni qilishda yordam berganlarda yarmidan ko'pini qirib yuborishgan. O'zlari qilganlar. Luboyni qarab ko'ringlar. Bir oydan so'ng 1934-yil 2-avgustda 86 yoshli prezident Hindenburg vafot etadi. Uning vafotidan ko'p o'tmay Gitler kansler va prezident lavozimlarini birlashtiradi. Endi uni Führer deb atay boshlaydilar. U ham prezident, ham Germaniya qurolli kuchlarining oliy bosh qo'mondoni edi. Blombergning buyrug'i bilan harbiylar prezidentga yoki davlatga emas, shaxsan Gitlerga sodiqlik qasamini ichardilar. 19-avgustdagi referendumda mamlakat aholisining 90% dan ortig'i Gitlerning mutlaq hokimiyatini va ikki muhim davlat lavozimini birlashishini ma'qullaydi. 1 yildan so'ng saylovlar o'tkaziladi. Unda faqat bitta partiya, natsistlar partiyasi ishtirok etadi. Gitler 99% ovoz to'plab, qo'llab-quvvatlanadi.
natsistlar safiga qo'shiluvchilar soni ortib boradi. 1939-yilga kelib Germaniyaning har 4-voyaga yetgan fuqarosi NSDAP partiyasining a'zosi edi. Biroq 33-yilgacha partiyaga a'zo bo'lganlar yangi a'zolarga nafrat bilan qarashardi va ularni g'oyaviy natsional sotsialistlar emas, balki mansabparast karyeristlar deb hisoblashardi. Gitler hokimiyatga kelgach, Germaniya iqtisodiyoti buyuk inqiroz xaos holatidan so'ng asta-sekin tiklanishni boshladi. Iqtisodiyotni harbiylashtirgan Führer Germaniyaning importga qaram bo'lmasligini istardi va uning iqtisodiyot bo'yicha Reichsvaziri Yalmar Schacht mamlakatni avtarkiyaga, iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi ta'minlaydigan davlatga aylantirish uchun barcha choralarni ko'radi. Shaxt shuningdek avtomobil yo'llari, maktablar va kasalxonalar qurish kabi jamoat ishlarini yo'lga qo'yadi hamda ishsizlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi. 1933-yildagi 6 milliondan 1938-yilga kelib ishsizlar soni 1 millionga tushadi. Biroq Gitlerning harbiy iqtisodiyot g'oyasi Shaxtga ma'qul kelmasdi. U harbiylashtirish mamlakatga juda qimmatga tushishini va Germaniya bu suratni ko'tara olmasligini ta'kidlardi. Gitlerning fikricha, nemislarning sharqqa kengayishi va slavyan xalqlarining quvg'in qilinishi Buyuk Britaniya va Fransiya bilan to'qnashuvga olib keladi. Demak, iqtisodiyot 4 yil ichida urushga tayyor bo'lishi kerak edi. Yalmar Shaxtning harbiylashtirish suratlarini sekinlashtirish haqidagi tavsiyalari Gitlerning rejalariga zid keladi va 1936-yilda Führer Geringni iqtisodiyot vaziri etib tayinlaydi. Geringning iqtisodiy qobiliyatlari shubhali edi albatta, biroq aynan u Gitlerning taklifi bilan 4 yillik rejani joriy etadi va avtarkiyaga yanada shiddatli intila boshlaydi. Iqtisodiyot rivojlanishni davom ettiradi, ammo bu rivojlanish samaradorlik yo'nalishida emas, balki tez sur'atlarda qayta qurollanish tomon ildamlaydi. Yalmar Schacht ham juda ham qiziqarli shaxs, u haqida ham alohida rolik qilishga arziydigan shaxs, lekin juda ham qiziq hayot. Heinrich Himmlerning Gestapo va SS tashkilotlari mamlakat aholisini total nazorat ostida tutardi. Dachaudan keyin yangi konslagerlar quriladi. Ularga xalq dushmanlari, jinoyatchilar, lo'llar, yahudiylar, kommunistlar va tuzumdan norozi bo'lganlar joylashtiriladi. O'rtacha nemis uchun esa bu xavfsizlik davri edi. Jinoyatlar tobora kamayib borardi. Ko'pchilik quloqlik qilish bilan shug'ullanadi. Natijada Gestapo va SS konslagerlari to'lib ketadi. Fuqarolik huquqlarini yo'qotgan sudlanuvchilar darhol aybdor deb topilardi. Oqlanish imkoniyati juda ham kam edi. Germaniyada shu davrlarda oila natsist mafkurasining asosiy poydevori bo'lib, u nemislarni uylanish va farzand ko'rishga undardi. Yangi turmush qurganlarga Asaloyda o'qishlari uchun Mening kurashim kitobini sovg'a qilishardi. Abortlar taqiqlangan edi. Davlat ota-onalarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlar, ularga kreditlar berar va har bir yangi tug'ilgan bola uchun foiz stavkalarini pasaytirardi. 4-farzand tug'ilgach, stavka 0 ga teng bo'lib qolardi. 1939-yilda o'smirlarning deyarli 90% biz Germaniya uchun jon berishga tug'ilganmiz singari shiorlarga ega bo'lgan Hitler Jugend tashkilotining a'zolari edi. O'g'il bolalar turli mashg'ulotlarga va yozgi lagerlarga yuborilardi. Bu joylarda jismoniy faollik va tabiat qo'ynida dam olish natsizm mafkurasini onga singdirish bilan uyg'unlashtirilgan edi. Gitlerning targ'ibot vaziri Yozef Goebbels barcha ommaviy axborot vositalarini nazorat qilardi. Milliy gazetalar yopiladi, faqat natsistlar partiyasining rasmiy nashrlari qoladi. Uni mazmunni Goebbels va uning vazirligi belgilardi. Xalqni ovuntiruvchi va partiyaga targ'ibotni kengaytirish imkonini beruvchi radio eshittirishlar soni keskin ko'payadi. Sof targ'ibot maqsadlarini ko'zlagan Imperiya radio eshittirish kompaniyasi Gitlerga minbar yaratib beradi. U esa bu minbardan turib tez-tez millatga murojaat qilardi. Natsistlar kinematografni ham yoqtirishardi. Rejissor Leni Riefenstahl Irodaning tantanasi va Olimpiya kabi ulkan filmlarni suratga oladi. Bu filmlarda natsistlar o'zlarining butun dabdabasi bilan namoyon bo'lishadi. Goebbels Nürnbergda NSDAP syezdlarini tashkil etadi. Bu syezdlarda iste'dodli notiq Gitler o'z nutqlarini tinglovchilarga yog'dirardi. Yildan yilga bu nutqlar tobora hayajonli tus ola boshlaydi. San'at ham partiya yo'nalishini aks ettirishi shart edi. Rassomlarning ikkita sevimli mavzusi bor edi. Natsistlar jannatining tasviri va nemis tarixining afsonaviy voqealari. Zamonaviy yoki mavhum san'at buzg'unchi deb hisoblangan. Führer uni yoqtirmasdi. Bir xil uslubda ijod qilishga majbur bo'lgan rassomlar tasavvur va samimiylikdan mahrum bo'lgan rasmlarni chizardilar. 20 mingdan ortiq yozuvchining asarlari taqiqlanadi. Ularning kitoblari 1933-yil may oyida Berlindagi opera maydonida tantanali ravishda yoqib yuboriladi.
Taqiqlangan mualliflar qatoriga 19-asr romantigi, shoir va dramaturg Genrix Geyne ham kiradi. Uning kitoblar yoqiladigan joyda bir kun kelib odamlar ham yoqiladi degan mashhur iborasi xuddi kelajakni ko'rganday aytilgan edi. 1936-yilgi Berlin Olimpiadasi Gitlerga dunyoni natsizm bilan tanishtirish imkoniyatini beradi. Maxsus qurilgan 110 ming o'rinlik Olimpik stadion musobaqalar davomida liq to'la edi. Ularni 4 million tomoshabin, shu jumladan Gitler ham qoldirmay tomosha qiladi. Gitler Germaniyani dunyoga salbiy bo'yoqlarda ko'rsatmaslik uchun Olimpiada davrida antisemitizmga yo'l qo'ymaslikni buyuradi va nemis yahudiylari vaqtincha kundalik kamsitishlardan xalos bo'lishadi. Amerikalik qora tanli sportchi Jesse Owens 4 ta oltin medalni qo'lga kiritib, Gitlerning g'ashiga tegadi. Biroq Führerni nihoyatda mamnun qilgan holat shuki, bu o'yinlarda eng ko'p medalni aynan germaniyalik sportchilar qo'lga kiritishadi va umumjamoa hisobida birinchi o'rinni olishadi. Hokimiyat tepasiga kelishi bilanoq Gitler Versal tinchlik shartnomasini bekor qilishga kirishadi. Reparatsiya to'lovlari allaqachon minimumga tushirilgan bo'lsa-da, shartnomaning qolgan shartlari o'z kuchida qolgan edi. Reichskansler lavozimiga tayinlangandan 4 kun o'tgach, Gitler 1938-yilga kelib, Germaniya o'z hayotiy makonini Sharqiy Yevropa hisobiga kengaytirmoqchi bo'lsa, armiyasini ko'paytirishi va kuchaytirishi kerakligi haqida so'z yurita boshlaydi. Hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda Gitler ko'pincha o'zining haqiqiy maqsadlarini yashirib, Germaniya faqatgina Yevropaning boshqa davlatlari bilan tenglikka intilayotganini ta'kidlardi. 1935-yilda Gitler Germaniya hech qachon o'z ixtiyori bilan tinchlikni buzmaydi deb aytgan edi. 1934-yil yanvarda Gitler Germaniya va Polsha o'rtasida 10 yillik hujum qilmaslik shartnomasini imzolaydi. Bu bilan Gitler diplomatik usullar orqali go'yo Germaniya Versal sulhi shartlarini qabul qilgan va Polshaga nisbatan hech qanday e'tirozi yo'q degan taassurot uyg'otishga intilardi. 1935-yilda Gitler Germaniyaning havo kuchlari Luftwaffe mavjudligini e'lon qiladi. Bu kuchlar hammadan yashirin holda tashkil etilgan bo'lib, Versal tinchlik shartnomasini ochiqdan ochiq buzardi. Gitler ittifoqchi davlatlarni mazax qilgandek harbiy xizmatga chaqiruvni joriy etadi va qayta qurollanishni davom ettiradi. Millatlar Ligasining ochiq-oydin zaifligi Gitlerni navbatdagi qadamni tashlashga undaydi. Bu qadam Versal sulhi shartlarini yana bir bor qo'pol ravishda buzish bo'ladi. Ya'ni 1936-yil martda Führer o'z qo'shinlariga Reyn viloyatini egallashni buyuradi. Shartnomaga ko'ra, Fransiyaning sharqiy chegarasini ehtimoliy hujumdan himoyalash maqsadida Germaniyaning bu hududda harbiy mavjudligi taqiqlangan edi. Generallar Gitlerni bu harakatdan qaytarishga urinadilar, chunki ular bunga qarshi Fransiya javob zarbasini beradi degan xavotirda edilar. Biroq Gitler tavakkal qilishga tayyor edi. U Reyn viloyatiga cheklangan miqdordagi kuchlarni yuboradi va fransuzlar qurol ishlatgudek bo'lishsa, darhol ortga chekinishni buyuradi. Agar Fransiya shunday yo'l tutganda, Gitlerning mavqei zaiflanib qolgan bo'lardi va umuman tarix boshqacha bo'lardi. Ammo fransuzlar shunchaki norozilik bildirib, amalda hech qanday jiddiy chora ko'rmadilar. Germaniyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar ham qo'llash mumkin edi, biroq bu choralar pirovardida butun Yevropaga ta'sir ko'rsatgan bo'lardi. Shu sababli bu holatga ham shunchaki ko'z yumiladi. Shunday qilib, Gitlerning bu tavakkalchiligi o'zini oqlaydi va Führerning o'z vatanidagi obro'si shundoq ham yuqori bo'lishiga qaramay, osmon qadar ko'tarilib ketadi. Buyuk Britaniya ham shunchaki Germaniya o'z orqa hovlisini qaytarib olmoqda deb hisoblaydi va u ham hech qanday chora ko'rmaydi. Gitler qo'shinlari Reyn viloyatiga kirgach, bizning Yevropada boshqa hududiy da'volarimiz yo'q deydi. Yuqorida Versal shartnomasi Saarga 15 yildan so'ng referendum o'tkazishga ruxsat berganini aytib o'tgandim. Bunday referendum 1935-yil yanvarda o'tkazilib, Saar aholisining 90.7% Germaniyaga qaytishni yoqlab ovoz beradi. Gitler uchun bu kichik ammo muhim g'alaba bo'ladi. Birinchi jahon urushidan so'ng avstriyaliklar Germaniya bilan birlashish yoki qo'shilishni xohlashadi, ammo Versal tinchlik shartnomasi ularga buni taqiqlaydi. 1932-yildayoq Avstriya natsistlari umumxalq saylovlarida 16% ovoz olishga erishadi. 34-yil iyulda Avstriyadagi natsistlar davlat to'ntarishiga urinishadi. Ular kansler Engelbert Dollfussni o'ldiradilar, ammo muvaffaqiyatga erisha olmaydilar, chunki Avstriya armiyasi hukumatga sodiq qolgandi.
Dolfus Mussolinining do'sti edi. G'azablangan Mussolini yangi kansler Kurt von Schuschnigni rasman qo'llab-quvvatlaydi va natsistlar yana hokimiyatni egallamoqchi bo'lsa, aralashish uchun o'z qo'shinlarini Avstriya-Italiya chegarasidagi Brenner dovoniga yuboradi. Keyinchalik Mussolinining xayrixohligi Germaniya tomoniga o'tgach, u jimgina o'z qo'shinlarini chaqirib oladi. Darvoqe kanalimizda Benito Mussolini haqida ham to'liq video bor, uni ham ko'rishni tavsiya qilaman. 1938-yilda Shushnik natsistlarning yangi hujumidan xavotirlanib, vatandoshi avstriyalik Gitler bilan uchrashishni so'raydi. Nihoyat Führer Avstriya kansleri bilan uchrashishga rozi bo'ladi va uning oldida nemis tilida so'zlashuvchi avstriyaliklarning huquqlari va chidab bo'lmas turmush sharoitlari haqida ehtiros bilan nutq so'zlaydi. Gitler Shushnikni yon berishga, jumladan Avstriya hukumatiga ikki natsistni, xususan Artur Seyss-Inquartni kiritishga majbur qiladi. Qo'rquvga tushgan Shushnik Avstriyaga qaytib kelib, referendum e'lon qiladi. Unda avstriyaliklar mustaqil qolishni yoki Germaniya reyxi tarkibiga kirishni ma'qul ko'rishlarini hal qilishlari lozim edi. Gitler referendumni bekor qilishni talab qiladi. Shushnik Buyuk Britaniya va Fransiyadan yordam so'raydi, ammo Millatlar Ligasining eng nufuzli a'zolari ojiz ekanligini anglagach, muqarrar holni qabul qilib iste'foga chiqadi. Avstriyaning yangi kansleri natsist Artur Seyss-Inquart tartibni tiklash bahonasida darhol Avstriyaga Germaniya qo'shinlarini taklif etadi. 1938-yil 12-martda nemis askarlari Gitler tug'ilgan Avstriyaning Linz shahriga kiradi. Bir necha soatdan so'ng esa Gitlerning o'zi ham u yerda paydo bo'ladi. Führerning vatandoshlari uni hurmat bilan kutib olishadi. Ertasi kuni Gitler tantanavorlik bilan Vena ko'chalaridan o'tadi. Olomon Führerni olqishlaydi. Aynan shu kuni rasman Anschluss e'lon qilinadi, ya'ni Germaniya va Avstriya yagona bir davlatga birlashadi. Shu ondayoq Avstriyada yahudiylarni hibsga olish va ta'qib qilish boshlanadi. Ularni uylardan haydab, fuqarolik huquqlaridan mahrum etishadi. Do'konlarni yopishadi. Yahudiylarni masxaralab, muntazam ravishda xo'rlashadi. Yo'laklarni tish cho'tkalari bilan tozalashga majburlab, soqollarini kesib tashlashadi. 10-aprelda o'tkazilgan referendum ikki davlat ittifoqini qonuniylashtiradi. Avstriyaliklarning 99.5% birlashish uchun ovoz beradi. Qarshi ovoz berish endi juda xavfli bo'lib qolgandi. Chexoslovakiya davlati 1918-yilda Avstriya-Vengriya imperiyasi parchalanishi oqibatida tashkil etilgan. Unda turli etnik guruhlar orasida 3,5 million nemis aholisi ham bor edi. Ularning ko'pchiligi Chexoslovakiya va Germaniya chegarasidagi Sudet hududida istiqomat qilishardi. 28,000 kvadrat kilometrlik hududda yashovchi nemis aholisi vakili natsist Konrad Genlein Sudet viloyatini Reyx tarkibiga qo'shishni talab qila boshlaydi. Anschlussdan keyin va Gitlerning qo'llab-quvvatlashi bilan bu chaqiriqlar tobora kuchayib boradi. Chexoslovakiya prezidenti Edvard Benesh Germaniyaga tashrif buyurganda Gitler unga bosim o'tkaza boshlaydi va Sudet nemislarning ezilishi hamda ularning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi borligi haqida nutq so'zlaydi. Garchi uning generallari bu g'oyaga xavotir bilan qarashgan bo'lsa-da, Gitler Sudetdan Chexoslovakiyaga bostirib kirish uchun bahona sifatida foydalanmoqchi edi. 1938-yil 15-sentyabrda Buyuk Britaniya bosh vaziri Neville Chamberlain Führerning Berchtesgadendagi qarorgohiga tashrif buyuradi. Gitler Chamberlainga Chexoslovakiyani hal etilishi lozim bo'lgan asosiy muammolarning so'nggisi ekanligini aytadi va generallarning maslahatlariga hamda xavotirlariga e'tibor bermay, agar Chexoslovakiya va Britaniya hukumatlarini uning Sudet viloyatini tinch yo'l bilan Germaniyaga qo'shib olish talabiga rozi bo'lmasalar, urush bilan tahdid qiladi. Chamberlainga bu g'oya ma'qul tushadi. O'zidan oldingi ko'plab ingliz siyosatchilari kabi, u Versal tinchlik shartnomasini Germaniyaga nisbatan adolatsiz, fransuzlarning shartnoma moddalariga qat'iy rioya qilish istagini esa haddan tashqari qattiq deb hisoblardi. Bundan tashqari inglizlarga kuchli Germaniyadan Yevropa va SSR o'rtasida to'siq sifatida foydalanish mumkindek tuyulardi. Shu sababli Chamberlain Gitlerga quloq tutadi va ongli ravishda tinchlantirish siyosatini tanlaydi. Chamberlain Gitlerning talablarini Beneshga yetkazganda Chexoslovakiya prezidenti boshqa iloji yo'qligini anglab yetadi. Barcha kelishuvlarga qaramay, na Buyuk Britaniya, na Fransiya uning mamlakatiga yordam bera olmas. Germaniyaning harbiy qudratiga qarshi esa Chexoslovakiya yolg'iz tura olmasdi. Benesh istab-istamay Gitlerning talablariga ko'nishga majbur bo'ladi. Ammo Gitlerning ishtahasi endi ochilgan edi. U butun Chexoslovakiyani bosib olishni o'ylardi. Yevropa urush arafasida turgan edi, lekin shu paytda Mussolini aralashib vositachi sifatida Gitler, Chamberlain va Fransiya bosh vaziri Eduard Daladiyani Chexoslovakiya taqdirini hal qilish uchun uchrashuvga taklif etadi.
Eng qizig'i, bu uchrashuvga Chexoslovakiya vakillari taklif qilinmaydi. 4 davlat rahbarlarining uchrashuvi 38-yil 29-sentyabrda Myunxenda bo'lib o'tadi. Ular kelishuvga erishadilar. Germaniya Gitlerning yangi hududiy talablar qo'ymaslik va'dasi evaziga Sudet hududini oladi. Shu tariqa go'yoki Chexoslovakiyaning xavfsizligi kafolatlanadi. Gitler bunga rozi bo'ladi hozircha. Chexoslovakiya prezidenti Benesh albatta bunga e'tiroz bildiradi, ammo unga darhol Chexoslovakiya uchun hech kim urushga kirmasligini eslatib qo'yishadi. Chamberlain vataniga qaytib, barchaga sharmandali Myunxen kelishuvi tinchlik davrini kafolatlashi haqida gapiradi. Sudet viloyati bosib olingandan 5 oy o'tgach, Gitler Chexoslovakiyaning yangi prezidenti Emil Gahani qo'rqitishga tushadi. Gaha chex xalqi va mamlakat taqdirini Führer va German reyxiga ishonch bilan topshiraman deyishga majbur bo'ladi. O'sha kuniyoq Gitler va uning qo'shinlari tartib o'rnatish bahonasida Pragaga bostirib kiradi. Gitler jim turgan va qovog'i soliq tomoshabinlar to'dasi orasidan o'tib borardi. Avstriyadan farqli o'laroq bu yerda hech kim quvonib Führerni bayroqlar bilan kutib olmaydi. Buyuk Britaniya va Fransiya yarim yil oldin tuzilgan Myunxen kelishuvini buzib, aralashishdan bosh tortadi va aslida Gaha Gitlerni o'zi taklif qilganini ta'kidlaydi. Aslida Gitlerning Chexoslovakiyaga bostirib kirishiga hech qanday huquqi yo'q edi. Quturgan itni tinchlantirish siyosati samarasiz bo'lib chiqadi. Endi uning nigohi Polshaga qaratiladi. Germaniya Birinchi jahon urushida boy berilgan Danzig shahrini qaytarib berishni va Polsha yo'lagi orqali oddiy hamda temir yo'l qurishni talab qiladi. Polsha hukumatı buni rad etadi. Buyuk Britaniya va Fransiya hukumatlari Polshaning zaifligini tushunib, unga Germaniya hujum qilgan taqdirda yordam berish kafolatini taklif qilishadi. Aslida na inglizlar va na fransuzlar o'z kafolatlarini harbiy resurslar bilan ta'minlay olmasdi. 1939-yil mayda Gitler va Mussolini 10 yillik Polat paktini imzolaydilar. Kommunizmning ashaddiy dushmani bo'lgan Chamberlain baribir Polshaga haqiqiy kafolatlar berish faqat Sovet ittifoqini kelishuvga jalb qilish orqaligina mumkin ekanligini anglardi. Biroq Gitlerning katta quvonchiga Buyuk Britaniya va SSR o'zaro kelisha olmaydilar. Sharqda Yaponiya bilan mojaroga aralashgan Sovet ittifoqi g'arbda Germaniya bilan urushga tortilishni istamasdi. Germaniya ham SSR bilan urushdan qochishga intilardi, chunki bu uning uchun ikki frontli urush bo'lardi. Stalin ham tushunardiki, Gitlerning hududiy intilishlari erta yoki kech uni SSRga hujum qilishga majbur etadi. Gitler masalan buni hech qachon yashirmagan ham. Sovet ittifoqi urushga mutlaqo tayyor emas edi va 1939-yil 23-avgustda Germaniya bilan SSR butun dunyoni hayratga solib hujum qilmaslik to'g'risidagi shartnomani imzolaydilar. Unga savdo kelishuvlari va maxfiy protokol ham ilova qilinadi. Bu protokolga ko'ra Germaniya va SSR Polshani o'zaro bo'lib olishlari kerak edi. Polshaning hukmi o'qib bo'linganini. 1939-yil 31-avgust kechqurun Himmler tomonidan Germaniya Polsha chegarasidagi Glayevits nomli nemis shaharchasining radiostansiyasiga uyushtirilgan hujum sodir bo'ladi. Nemislar go'yoki o'zlarini himoya qilish maqsadida ularga hujum qilgan polyaklarni otib o'ldirgan va ularning jasadlarini suratga olgan. Aslida otib tashlangan polyak askarlari nemis konslagerining mahbuslari edi. Gitler bu soxta hujumni bosqinchilik uchun bahona sifatida ishlatadi. 1939-yil 1-sentyabr juma kuni ertalab soat 4:45 da nemis harbiy mashinasi Polshaga yashin tezligida hujum bilan bostirib kiradi va blitzkrieg boshlaydi. Gitler qo'shinlari Polsha hududida jadal suratda ilgarilab borardi. Ular tinch aholiga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lib, begunoh fuqarolarni qatl etishardi. Chamberlain 5 oy oldin tuzilgan bitimga amal qilib 3-sentyabr kuni Germaniyaga urush e'lon qiladi. 6 soatdan so'ng fransuzlar ham britaniyaliklardan o'rnak olib Germaniyaga qarshi urush e'lon qiladilar. 17-sentyabr kuni Germaniya armiyasi Varshava tomon ilgarilab borayotganda SSR hujum qilmaslik to'g'risidagi shartnomaning maxfiy qo'shimchasiga muvofiq Polshaga sharqdan hujum qiladi. Ikki ulkan davlat mamlakatni qisqichga olib, uni ezib tashlaydi. Varshava taslim bo'ladi. Bu yog'i esa endi o'zingizga ma'lum. Keyinchalik Gitler doimgidek o'z va'dasida turmaydi va SSRga ham hujum qiladi. 2192 kun davom etgan Ikkinchi jahon urushi nemislarning qaqshatqich mag'lubiyati bilan tugaydi va u bilan birga 12 yil davom etgan natsistlarning 1000 yillik reyx orzusi ham barham topadi. Albatta, Ikkinchi jahon urushini o'zi juda katta mavzu va biz unga alohida sonlar bilan qaytamiz. Do'stlar, doimgidek kanalga obuna bo'lishni
Video yoqqan bo'lsa, like bosib do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Bugungi sonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga tarixni yangi sahifalarni ochishda davom etamiz. Omon bo'ling.